Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Abdulloh ibn Busr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi muborakda bir arobiy kelib, "Ya Rasululloh, odamlarning yaxshisi kim?" deb payg'ambar alayhisolatu vasallamga yuzlandilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam "Man tala umruhu va hasuna amaluhu" deb javob berdilar. Odamlarning eng yaxshisi umri uzun, amali go'zal bo'lganidir deb javob berdilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ha, odamlarning eng yaxshisi umri uzun bo'lib, amali yaxshi bo'lganidir. Umrning uzun bo'lishi insonning o'ziga bog'liq emas. Alloh subhanahu va taolo belgilab bergan umrni ko'ramiz. Lekin amallarning go'zal bo'lishligi bu o'zimizga bog'liq ishdir, muhtaram azizlar. Yuqorida aytganimizdek, har bir mo'min inson, musulmon inson umrini g'animat bilishligi, yigitlik davrini, o'smirlik davrini, yoshlik davrini g'animat bilsa, amallarini yaxshi qilib borsa, inshaalloh karim bu inson eng yaxshi inson bo'lar ekan.